Assalomu alaykum. Xayrli oqshom hammaga Buxorodan salomlar bo'lsin. Azizlarimiz, bugun mana Buxoroda chiroyli konsert berdik. Zimniy sportivniy zal. Juda chiroyli zallar qurildi. Juda go'zal rivojlanyapti. Bugun xalq bilan yaqindan muloqot qilib, xalqning ko'ziga qarab qanaqadir ichim og'ridi. Ayollarimiz ko'zida xursandchilik, sevinch, но в то же время ichim og'ridi. Mana shu yerda qishloqda yashab, xalqni xalq qilib farzandlarini joyga qo'yib yetishtirish oson emas. Ayniqsa Buxoroda har qancha narsa qursanglar, quringlar, quruq anaqa bilan emas, balki turizm keladigan joy, ichki turizmni rivojlantirish kerak. Meni iltimosim. Mana shu Buxoro shahridan tug'ilib o'sgan boylar, pусть то будет Искандер Mahmudov, там или еще кто-то. Faqat masjid qurib emas. Ba'zi qayerdan siz Buxorodan deydi. Buxoroni allomalari katta bo'lgan Al-Buxoriy hazratlaridan aytsak bo'ladi, hokazo amirlik ko'rgan joy, juda go'zal joy, o'zi tarixiy joy. Haligacha Chor Rossiyadan qolgan stansiya ko'rdik-a? Stansiyalari bor. Men aytmoqchi bo'lganim, fontanlar shahri qilsa bo'ladi. Men davlatimizdan iltimosim, shu yerdan chiqqan boy o'g'lonlaridan, farzandlaridan iltimosim, masjid emas, ko'proq masjidga boradigan oqsoqollar xalq uchun salqinlanadigan joylar ham qilib berish kerak. Fontanlar katta. Menimcha, kechqurun bola chaqaga chiqadigan batut sakraydi, issiq dim, namlik yo'q, o'simlik yo'q. Balkim Xitoy metodida cho'lga ekadigan narsa olib kiriladimi, nimadir ekib, daraxtlarni ko'paytirib, ekologiyadan kelib chiqqan holda bir narsalar qilsa bo'ladi. Birga qilishimiz kerak menimcha. Endi davlatimiz boshlab bersa, orqasidan biz ham ergashib kelaveramiz. Balki bironta park qilinadimi, lekin parklar yetishmayapti. Katta mo'jiza fontanlar kerak. Qator 7 tami, 11 tami fontanlar qilsa bo'ladi, namlik bo'ladi, atrofida daraxtlar bo'lish kerak. Faqat labi hovuz emasda, labi hovuz kaftdek joy. Buxoro kattalashdi hozir, lekin issiq juda, xalqi joyida, ketganlar qaytib kelyapti. Menimcha Buxoro biz tarixiy joyimiz. Buxoroni hamma O'rta Osiyo faxr bilan og'izga oladigan joy e'tibor qilinsa, dedi maqsadga muvofiq bo'lardi. Va bu orada hammadan uzr so'ramoqchiman va shu narsaga e'tibor qaratishlarini xohlardim. Rahmat administratsiyaga ham xabar oldi bugun. Tinchlikmi bunaqa kim bir san'atkor kim edi oti? Bugun bir san'atkor kechami ilgari kunmi konsert e'lon qilib, odamlar kelsa, meni pulimni berishmadi deb chiqmabdi. Juda katta xato bo'lgan san'atkor tarafdan. Kelding. Xalq eng oliy zamonini sali konsertingga ajratib ketdi. Endi qanchasi bo'lsa ham, ozdir ko'pdir. Keldimi, pulingni keyin hal qilib olasan. Это ваша проблема. А народ, если потратил время и пришел, konsert tatmin qilib ketishga haqqing yo'q. Va shu bilan birgalikda boshlandi bizdan ham so'rash. Men hech qachon konsert bunaqa qilmaganman. Mana shunaqangi hamkasblardan uyalib doim jabr chekamiz. Konsertni e'lon qilsang, qo'lingdan kelsa e'lon qil, qo'lingdan kelsa konsert e'lon qilib chiqqin, bo'lmasam yig'ishtirib to'ydan boshqa narsaga yaramaymiz deganda o'zingni otingni nima bo'lsa to'g'ri qo'ygin. Konsert qilishga nima bor? Qo'lingdan kelmasa mardlik. Xalq o'zini vaqtini sarf qilib kelgandan keyin, menimcha sahnaga chiq, o'zingni ishingni keyin hal qilaverasan. Administratsiya hozir administrator bor, hammada o'zining prodyuserlari bor, pulini olib kelgandir, boshqa qilgandir. Xushyor ishlanglar, yaxshi ishlanglar, to'g'ri ishlanglar. Xalqda ayb emas siz pul olib ololmaganingiz. Keldingizmi, 10 ta odam bo'lsa ham kirasiz konsertga. Nima deysiz? Menda ham bo'ladi bir paytda. Yaxshi organizatsiya bo'lmagan bo'ladi. Mana shu yil prosta organizatsiyalar yaxshi bo'ldi. Bir paytda ozgina odam kelib qoladi, chiqamiz. Farqi yo'q. Mana bugun ham biz kelmaydi deb o'ylagan ekanmiz, milliy gvardiya kirgizmadi. Порядок dedim, молодцы. Man masalan deylik, umma qildi shuni. Uyat. Это вам не те времена. Объявил, приходи. Нет, сдай лицензию, не пой. Это тебе что, свадьбу, что ли? Люди тратят время, приходят на концерты не ради твоих денег, не ради твоего удовольствия. Они приходят посмотреть на тебя. Это твои отношения со зрителем. И мы не имеем права артисты делать так. Ваши отношения с деньгами там решайте. Xalqdan nima ish bor sani puling bilan? Topganingda sanamayapti, yo'g'ingda nima qiladi sana anaqa? Перед фактом qo'yib ketdi. Ming bor uzr, bir san'atkor sifatida, anaqa sifatida uzr so'rayman bu vaziyat uchun ham. Hammamiz har xil vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Sabab bo'lishi mumkindir, lekin sababi pul bo'lsa bu noto'g'ri. Xullas, Buxoroga ayollar maslahat juda yaxshi ko'raman.
duolarimda bo'lasizlar. Iloyim, erkaklarimiz, ayollarimizni ehtiyot qilinglar. To'g'ri, stervalarimiz bor, urushqoqlarimiz bor, injiqlig'imiz bor, lekin ayol kishi 40 dan keyin o'zgaradi. O'zi ham qiynaladi, o'zini fe'lidan, o'zini anaqasidan. Lekin biz shu narsa yashab o'tishimiz kerak. Ayolchiligimiz bor. Shuning uchun ayollarimizni ehtiyot qilinglar. Chunki jamiyatimizni bino bo'lishi ayollarimizdan. Xafa qilmanglar, ehtiyot qilinglar. Boringlarga shukur, hammanglarga ta'zim qilib qolaman. Buxoro fontanlar shahri bo'lsin, bu meni iltimosim, talabim. Qarov ko'proq bo'lsin. Cho'lda sanatoriya kerak emas. Mana shaharda chiroyli kechqurun chiqadigan joylar qilib beriladi. Uni ham sababi katta. O'sha masjidga chiqadigan, masjid quryapmiz, masjid yaxshi. Kechqurun qariyalar, yoshlar chiqadigan, salqinlanadigan joy ham bo'lsa, juda talabga muvofiq bo'lardi. Sog' bo'lib, salomat.